Navbatdagi sertifikat savolimiz. Xo'p, PPR 322 plazmid tarkibida fosfodifil hamda vodorod bog'lar soni 1 ga 1,5 nisbatda. Plazmid tarkibida 2000 ta S5H10 O4 molekullari mavjud. Ushbu plazmid EcoR1 restriktaza fermenti yordamida 25 bo'lakka bo'lindi. Shu ma'lumotlardan foydalanib, adenin hamda timin nukleotlar orasida vodorod bog'lari necha foizga kamayganligini aniqlang deyilyapti. Xo'p, PPR 322 bu plazmid. Plazmid o'zi nima? Plazmid bu bakteriyaning irsiy axboroti, ya'ni qo'shimcha irsiy materiali bo'lib, bunda bakteriyalar uchun patogenlik xususiyatini namoyon qiluvchi antibiotiklarga chidamlilik va toksin, ya'ni zahar ishlab chiqaruvchi gen saqlovchi qo'shimcha irsiy materiali va bu halqasimon bo'lishi. Masalan, eng muhim joyi shu plazmid halqasimon ekanligini unutmaslik. Ya'ni bu DNKmiz demak halqasimon ko'rinishga ega bo'lgan. Mana bu holatda qo'sh zanjirdan iborat va bu DNK tarkibida ham demak adenin, timin, guanin, sitozin juftligidan tashkil topadi. Nukleotidlar bir xil bo'laveradi. Xo'p, endi mana shu DNKmiz tarkibida aytayaptiki, bizda fosfodifil hamda vodorod bog'lar soni 1 ga 1,15 nisbatda. Va plazmid tarkibida 2000 ta S5H10 O4 deyapti. Bu 2000 ta S5H10 O4 nima? Bu dezoksiriboza bu. Bitta nukleotid tarkibida demak bitta dezoksiriboza bo'ladi. Demak bu nukleotidimiz aynan soni bu DNKda 2000 ta desak bo'laveradi. Chunki 2000 ta dezoksiriboza bor. Va bu halqasimon DNK bo'lganligi uchun nukleotidlar soni fosfodifil bog'lar soniga teng bo'ladi. Ochiq halqada fosfodifil 2 taga kam bo'ladi, lekin bu yopiq bu. Yopilishi uchun yana 2 ta fosfodifil sarflanganligi uchun bunda nukleotid bilan fosfodifil bog'i teng bo'ladi. Endi bizda aytayaptiki, fosfodifil bilan vodorod bog' nisbati 1 ga 1,15. Demak, nukleotid bilan vodorod bog' ham 1 ga 1,115 desak bo'laveradi. Vodorod bog' topib olsak bo'ladi. Demak, nukleotid H bog' nisbati 1 ga 1,15. Bizda nukleotidlar nechta? 2000 ta. Vodorod bog' nechta desak 2300 ta kelib chiqyapti. Bu 2300 ta bu vodorod bog', 2000 ta nukleotid. Endi tarkibida nukleotidlarimizni topib olishimiz kerak. Adenin qancha, timin qancha, guanin qancha, sitozin qancha. Buni topish uchun H bog' teng nukleotid plus guanin degan formuladan foydalanamiz. Endi bu yerda ma'lum narsa nukleotid ma'lum. Nukleotidlarimiz ma'lum. Vodorod bog' ma'lum. Guanin noma'lum. Demak, guanin topishimiz kerak. Guanin topish uchun H bog'dan, ya'ni vodorod bog'lardan aylaymiz nukleotid. 2300 ta vodorod bog' bor edi. Undan 2000 ta nukleotid ayirsak 300 ta demak guanin kelib chiqadi. Guanin 300 ta bo'lsa, sitozin ham 300 ta degan. Ikkalasi 600 ta. Jami nukleotid o'zi 2000 ta edi. 600 tani ayirib olsak 1400 ta qoladi bu adenin bilan timinga. Demak, har birini soni 700 tadan bo'lgan. 700 ta adenin, 700 ta timin bo'lgan. Bular o'rtasidagi vodorod bog'lar nechta bo'lgan? Orasida ikkita vodorod bog'ni ko'paytiradigan bo'lsam, adenin timin o'rtasida vodorod bog'lar 1400 ta bo'lgan. Bu vodorod bog'lari. Guanin sitozin o'rtasida nechta bo'lgan degan bo'lsak, guanin sitozin o'rtasida 3 ta vodorod bog' bor. 300 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 900 ta vodorod bog'. Endi 900 ga 1400, 2300 ta. Mana umumiy vodorod bog' kelib chiqdi. Bizdan so'rayaptiki, endi EcoR1 restriktaza fermenti yordamida 25 bo'lakka bo'lindi va adenin timin o'rtasidagi vodorod bog' necha foizga kamaygan deb. Demak, aynan adenin timin o'rtasida sabab asosan EcoR1 fermentimiz adenin timin o'rtasidagi vodorod bog'ni kesganligi uchun aynan shuni so'rayapti. Mana rasmda kiritib qo'ydim. EcoR1 fermenti yopishqoq 3 hosil qilib kesuvchi ferment hisoblanadi va mana shu 4 juft adenin timin o'rtasidagi vodorod bog'larini kesadi. Bu degani EcoR1 8 ta H bog' kesadi degan. Bir marta kesganda demak 8 ta vodorod bog' kesyapti. Endi bizga 25 bo'lak deyapti. 25 bo'lak. Misol uchun mana halqasimon DNK. Misol uchun 3 ga bo'laylik. Mana 3 ta bo'lak hosil qilyapmiz. Mana birinchi bo'lak, ikkinchi, uchinchi. Nechta joydan kesildi 3 bo'lakka bo'lish uchun? 3 ta joydan.
Chunki bu yopiq halqaga ega bo'lgan DNK bo'lganligi uchun 25 bo'lakka kesish uchun demak 25 ta joydan kesish kerak. Demak EcoR1 fermenti 25 ta joydan kesgan. Bir marta keskanda EcoR1 8 ta vodorod bog'ni kesyapti. Xo'p, endi bizda necha marta kesyapti u? 25 marta. Nechta vodorod bog'ni uzgan? 200 ta. Bu 200 ta aynan adenin timin o'rtasidagi vodorod bog'ni kesadi. 200 ta vodorod bog' kesdi. O'zi adenin timin o'rtasida nechta vodorod bog' bor edi? 1400 ta. Adenin timin o'rtasidagi 1400 ta vodorod bog' bu 100%. Uni nechtasini kesyapti? 200 tasini kesyapti. Demak, necha foizga kamaygan? Foizini topishimiz uchun 200 ni 100 ga ko'paytiramiz hamda 1400 ga bo'lamiz. Demak, 200 ko'paytirilgan 100 bo'lingan 1400. 14,285. Demak, 14,285 foizga kamaygan aynan adenin timin o'rtasidagi vodorod bog'lar. Javob 14,285 foiz.